Assalomu alaykum qadrdonlar, dindoshlar, yaxshimisizlar? Mana xudo xolasa 8-aprel 2025-yil vodiyga Andijonga tayyorlagan plugimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana 10-25 traktoriga uchtalik qilib haydasa ham bo'ladi. Yumshoqroq yerlar bo'ladigan bo'lsa, plyuslari bor 4talik qilib haydasa ham bo'ladi. Mana silindr dozatorlari. Kraskasini o'zim qildim. Qanaqa chiqdi bilmadim, o'zlaringiz baho berasizlar. Shogirdlar kraska qilishardi va kirishkalari, silindr dozatorlari yaxshidan qo'yilgan. Ko'pchilik akalarimiz yangilik qilinglar, yangilik deyishyapti. Xudo xolasa yangilik bor. Yangilik qilamiz albatta tez. Bu plugni stoykalarini qo'yib kraskadan oldin haydab ko'rdik. Videolarini tashladim. Yana videolarini tashlab beraman. Mana ko'rishingiz mumkin. 10-25 traktoriga. Endi xudo xolasa haydovdan o'tgandan keyin ispitaniyadan o'tdi to'liq. Stoykalarini ham taxlab qo'yibmiz. Xudo xolasa egalariga topshiramiz. Hammaga rahmat.